Bu oddiy BMW avtomobili emas, balkim tezlik, komfort va texnologiyalarni birlashtirgan haqiqiy nemis. O'zbekistonda yangi BMW M5 G90 sotuvi boshlandi. Mashinani hozir ko'rib chiqamiz, siz esa Uzcars'ga obuna bo'ling. Birinchi bo'lib tashqi ko'rinishga nazar tashlaymiz. Frozen Deep Grey metalik rangida bu avtomobil sport uslubining mukammal namunasi. 20 va 21 dyumli M disklar, karbon keramik tormozlar va Shadowline uslubi esa yangi M5 ga agressiv ko'rinish va yuqori xavfsizlikni beradi. Ichkariga kirganingizda sizni Merino Charm o'rindiqlar, 4 zonali klimat nazorati va 6 ta rangli so'zlanadigan yorug'lik tizimi kutib oladi. Bu nafaqat qulaylik, balki haqiqiy hashamatning o'zi. Endi esa quvvat haqida gaplashamiz. 4.4 litrli twin turbo motor va elektromotor summada 727 ot kuchini generatsiya qiladi. 0 dan 100 gacha tezlashish esa atiga 3,5 soniya. Shuningdek, ushbu avtomobil faqatgina tez emas, balkim ekonomichnidir. 100 kilometrga 1.7 litr benzin sarflaydi va tokda 70 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, ushbu avtomobil O'zbekistonda 170 ming dollardan boshlanadi. Haqiqiy emotsiyalar xohlayotgan bo'lsangiz, BMW M5 G90 aynan sizning tanlovingiz uchun.